Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntiraman. Ko'pchilik pensionerlar pensiyasiga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan ayrim to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalar haqida bilmay yuribdi. Muammo shundaki, odam pensiyaga chiqqandan keyin davlat o'zi hisoblab beradi deb o'ylaydi. Lekin amalda har doim ham shunday bo'lavermaydi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun hujjat topshirish kerak. Ba'zilarida maqom tasdiqlanishi kerak. Ba'zilarida esa arza bermasangiz pulingiz oylar davomida qo'shilmay qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensioner bor har bir oilaga va yaqin orada pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, bobo-buvingizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bir dona arza yoki bir dona hujjat sabab odam oyiga qo'shimcha pul olishi mumkin. Lekin bilmagani uchun yillar davomida undan mahrum bo'lib yuradi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner pensiyasini faqat bitta raqam deb biladi. Masalan, men 1 million 200 ming so'm pensiya olaman deydi. Lekin pensiya tarkibi bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya ish staji uchun hisoblangan qism, ayrim toifadagi fuqarolar uchun ustamalar, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar, yoshga qarab beriladigan qo'shimchalar, ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar va boshqa to'lovlar. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Odam mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini yig'ib pensiya jamg'armasiga olib borardi. Agar hujjatda xato bo'lsa, ism bir joyda boshqacha yozilgan bo'lsa, ish davri to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki arxivdan ma'lumot topilmasa, o'sha davr pensiya hisobiga kirmay qolishi mumkin edi. Hozir tizim ancha raqamlashtirilgan, lekin bu ham hamma muammo avtomatik hal bo'ldi degani emas. Aksincha, elektron bazada ma'lumot yo'q bo'lsa, eski ish staji ko'rinmasa, imtiyozli maqom kiritilmagan bo'lsa, pensioner baribir o'zi harakat qilishi kerak. O'zgarish shundaki, hozir ko'plab ma'lumotlar idoralararo almashiladi. Lekin amalda bitta muhim haqiqat bor. Tizimda ko'rinmagan huquq ko'pincha to'lovga aylanmaydi. Ya'ni sizda huquq bor, lekin hujjat tasdiqlanmagan. Sizga qo'shimcha to'lov tegishi mumkin, lekin ariza berilmagan. Sizning ish stajingiz bor, lekin elektron bazaga tushmagan. Natijada pensioner menga shuncha chiqdi, demak shuncha ekan deb yuraveradi. Aslida esa qayta hisoblatganda pensiyasi o'sishi mumkin. Birinchi navbatda men pensionerlarga shuni aytaman. Pensiya miqdorini tekshirish uyat emas, ortiqcha talab ham emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, ijtimoiy badallar tizimida ishtirok etgansiz, davlatga mehnat qilgansiz. Demak, pensiya hisobida har bir yil, har bir hujjat, har bir imtiyoz ahamiyatli. Eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu ish staji to'liq hisobga olinmagandir. Masalan, bir ayol 1995 yildan 1935 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 1996 yildan 2002 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Undan keyin yana bir necha yil bozorda rasmiy patent yoki hujjat asosida faoliyat yuritgan. Pensiyaga chiqqanda unga faqat elektron bazada ko'ringan oxirgi yillar hisoblangan bo'lishi mumkin. Eski fabrika yopilgan, arxiv boshqa joyga topshirilgan, mehnat daftarchasidagi muhr xira bo'lib qolgan. Pensioner esa ehtimol shunday bo'lar deb yuradi. Aslida u arxivdan ma'lumot olib, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlatsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi holat ayrim toifalarga beriladigan ustamalar. Masalan, urush qatnashchilari, front ortida mehnat qilganlar, ayrim orden va medallar bilan taqdirlanganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilgan onalar, yolg'iz keksalar, mehnatda mayib bo'lganlar, zararli sharoitlarda ishlaganlar kabi toifalarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Hamma ustama hammaga tegmaydi. Lekin o'z maqomingizni tekshirtirmasangiz, sizga tegadigan ustama ham qo'shilmay qolishi mumkin. Uchinchi holat, eng kam pensiya yoki belgilangan minimal miqdorlarga yetkazib qo'yish bilan bog'liq to'lovlar. Ba'zan pensionerning hisoblangan pensiyasi juda past chiqadi. Davlat ayrim hollarda uni ma'lum minimal darajaga yetkazadi. Lekin oilaviy holat, boshqa daromadlar, ijtimoiy nafaqa turi yoki pensiya turi noto'g'ri ko'rsatilsa, odam to'liq olmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya varaqasida faqat umumiy summani emas, tarkibini ko'rish kerak. Men ayniqsa quyidagi odamlar pensiyasini tekshirtirish kerak.
deb hisoblayman. Birinchisi. Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan pensionerlar. Chunki o'sha davrdagi ish joylari ko'pincha tugatilgan, nomi o'zgargan yoki arxivga topshirilgan bo'ladi. Ikkinchisi, mehnat daftarchasida xatolik bor odamlar. Masalan, familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin eski hujjatda boshqa familiya qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 5 may, boshqasida 6 may bo'lib ketgan. Bunday mayda ko'ringan xato ham hisob kitobga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, turli joylarda ishlagan, lekin har bir ish joyidan ma'lumotnoma olmagan odamlar. Masalan, bir kishi 7 yil kolxozda, 5 yil qurilish tashkilotida, 3 yil korxonada qorovul, 10 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Agar hammasi hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya kam chiqadi. To'rtinchisi, nogironlik guruhi o'zgargan yoki sog'lig'i bo'yicha yangi hujjat olganlar. Chunki nogironlik toifasi, muddati, mehnatga layoqat darajasi ba'zi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Beshinchisi, yolg'iz yashaydigan keksalar. Ko'p hollarda bunday insonlar ijtimoiy xizmat, moddiy yordam yoki kommunal xarajatlar bo'yicha imtiyozlardan bexabar bo'ladi. Pensiyaga to'g'ridan to'g'ri qo'shiladigan to'lov bo'lmasligi mumkin, lekin amalda ularning qo'lida qoladigan pul ko'payadi. Masalan, kommunal kompensatsiya, ijtimoiy yordam, dori-darmon bilan ta'minlash yoki mahalla orqali beriladigan yordamlar bor. Bularni ham umumiy daromad sifatida ko'rish kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, mehnat daftarchangizdagi davrlar pensiya hisobida aks etgan bo'lsa, hech qanday imtiyozli maqomingiz bo'lmasa va pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, unda katta xatolik ehtimoli kamroq. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta pensiya hisobini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Yana shuni ham tushunish kerak. Qo'shnimga qo'shimcha to'lov berildi, demak menga ham berilishi kerak degan fikr har doim to'g'ri emas. Ikki odamning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin ish staji, ish haqi, nogironlik holati mukofotlari, ijtimoiy maqomi, qaramog'dagi shaxslar yashash sharoiti farq qiladi. Pensiya juda shaxsiy hisob-kitob. Shuning uchun falonchi 2 million olyapti, men 1 million 600 ming olyapman, demak meni aldashyapti deb darrov xulosa qilmang. Avval hujjatlarni solishtirish kerak. Birinchi misol. Altun 8 yoshli aka 1 million 7 ming so'm pensiya olayotgan edi. U kishi 1978 yildan 1979 yilgacha qurilish boshqarmasida ishlagan, keyin boshqa korxonaga o'tgan. Pensiya tayinlanganda eski qurilish boshqarmasidagi ish davrining bir qismi hisobga olinmagan. Chunki arxiv ma'lumoti taqdim etilmagan. U kishi 6 yil davomida shunday pensiya olib yurgan. Keyin farzandi pensiya jamg'armasiga borib hisob-kitobni ko'rsatishni so'ragan. Arxivga so'rov yuborilgan. Cheks yillik ish staji tasdiqlangan. Qayta hisobdan keyin pensiya, masalan, oyiga bitta 10 ming so'mga oshgan. Bu raqam hudud ish haqi va stajga qarab o'zgaradi, lekin mantiq shunday. Tasdiqlanmagan staj pulga aylanmaydi. Ikkinchi misol. Bir ona bolaligidan nogiron farzandini uzoq yillar parvarish qilgan. U o'ziga tegishli ayrim imtiyozlar borligini bilmagan. Pensiyaga chiqqanda oddiy yoshga doir pensiya sifatida hisoblangan. Keyin hujjatlar ko'rib chiqilganda farzandning nogironligi, parvarish davri va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar asosida uning pensiya huquqi qayta baholangan. Bu yerda eng muhim jihat og'zaki aytish yetmaydi. Men farzandimni qaraganman deyish albatta muhim, lekin tizim hujjat so'raydi. Tibbiy xulosa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili, parvarish holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Bir pensioner ayol 2 million so'm pensiya olayotgan qo'shnisini ko'rib, o'zining 1 million 300 ming so'mlik pensiyasidan norozi bo'lgan. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, qo'shnisi 35 yil rasmiy ishlagan, ish haqi yuqori bo'lgan. Ayrim yillarda zararli sharoitdagi ish staji ham bor. Bu ayol esa 37 yil rasmiy ishlagan, qolgan davrlarda uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Bu holatda yashirilgan to'lov emas, balki pensiya hisoblash asoslari farq qilgan. Demak, har doim ham kam pensiya xato degani emas, lekin tekshirmasdan turib buni bilib bo'lmaydi. 4-misol. Bir kishi pensiyaga chiqqach, nogironlik guruhi belgilangan. Lekin u pensiya organiga bu haqda vaqtda xabar bermagan. U shifokorlar hammasini kompyuterga kiritgan bo'lsa kerak deb o'ylagan. Natijada bir necha oy davomida unga tegishi mumkin bo'lgan qayta hisob yoki qo'shimcha imtiyozlar ko'rib chiqilmagan.
Keyin ariza berganda hujjatlar qabul qilingan. Bu misolda saboq juda oddiy. Hayotingizdagi pensiyaga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni o'zingiz bildirishingiz kerak. Endi eng muhim nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi noziklik, hamma qo'shimcha to'lov avtomatik berilmaydi. Ayrim ma'lumotlar davlat organlarida bo'lsa ham, ular pensiya hisobiga avtomatik tushmasligi mumkin. Ayniqsa eski arxiv hujjatlari, xorijda ishlagan davrlar, nomi o'zgargan tashkilotlar, sobiq kolxoz yoki sovxozdagi ishlar, tugatilgan korxonalar bo'yicha alohida tasdiq talab qilinadi. Ikkinchi noziklik, muddat masalasi. Agar siz bugun ariza bersangiz, to'lov qaysi kundan boshlab qayta hisoblanadi? Bu alohida qoidalarga bog'liq. Ba'zi hollarda ariza berilgan kundan, ba'zi hollarda huquq paydo bo'lgan kundan, ayrim hollarda esa belgilangan, cheklangan davr uchun qayta to'lanishi mumkin. Shuning uchun men 5 yil oldin bilmaganman, endi hammasini qaytarib berishadi deb oldindan ishonib qolmang. Lekin baribir ariza bering, chunki hech bo'lmaganda keyingi oylarda pulingiz to'g'ri hisoblanadi. Uchinchi noziklik, pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Ba'zan odam men pensionerman deydi, lekin huquqiy jihatdan u boshqa turdagi nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Har bir turda qo'shimcha to'lov tartibi boshqacha. Shuning uchun hujjatlarda aynan qaysi to'lov turini olayotganingizni bilish zarur. To'rtinchi noziklik, qaramog'idagi shaxslar. Ayrim hollarda pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa, bu pensiya hisobiga yoki boshqa ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, pensioner yolg'iz emas, lekin uning qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzand yoki turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahalla, tibbiyot muassasasi va pensiya organlari orqali holat tasdiqlanishi kerak. Beshinchi noziklik, ortiqcha to'langan pul xavfi. Ba'zan odam qo'shimcha to'lov oladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, hujjat muddati tugagan. Nogironlik guruhi o'zgargan yoki pensioner boshqa daromad haqida xabar bermagan. Bunday vaziyatda ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim shuni aytaman. Faqat qonuniy hujjat bilan harakat qiling. Hech qachon soxta ma'lumot bermang. Tanish orqali qilib beramiz degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l rasmiy ariza va yozma javobdir. Menga baribir hech narsa chiqmaydi deb oldindan voz kechish. Siz mutaxassis emassiz. Pensiya formulallarini yoddan bilishingiz shart emas. Lekin hujjatlaringizni tekshirtirishga haqqingiz bor. Ko'p pensionerlar aynan shu befarqlik sabab pul yo'qotadi. Ikkinchi xato, faqat og'zaki so'rash. Pensiona boradi, deraza oldida savol beradi. Xodim sizga tegmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday yo'lni to'g'ri deb hisoblamayman. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob talab qiling. Shunda sizda hujjat bo'ladi. Keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Uchinchi xato, hujjatlarni uyda tartibsiz saqlash. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik hujjatlari. Mukofot va medal hujjatlari alohida papkada turishi kerak. Bitta yo'qolgan hujjat ba'zan 10 yillik stajni isbotlashni qiyinlashtiradi. To'rtinchi xato, qo'shnining gapiga qarab xulosa qilish. Falonchiga qo'shib berishibdi. Menga ham qo'shishlari kerak. Yoki falonchi aytdi. Endi bunday to'lov yo'q ekan degan gaplar bilan yurish kerak emas. Qonun va tartib o'zgarishi mumkin, lekin aniq javobni faqat rasmiy manbadan olish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga boring. Yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Sizga mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi ish staji kiritilgan, qanday ustamalar bor, qaysilari yo'q degan savollarga javob kerak. Ikkinchi qadam, pensiya hisob kitobingizni so'rang. Oddiy qilib ayting. Mening pensiyam qaysi ish staji, qaysi ish haqi va qaysi hujjatlar asosida hisoblanganini ko'rsatib berishingizni so'rayman. Agar og'zaki tushuntirish yetarli bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turini va so'rovingizni aniq yozing. Uchinchi qadam, mehnat stajingizni solishtiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini pensiya hisobiga kiritilgan davrlar bilan taqqoslang. Masalan,
Daftarchada 1992 yil ilk sentabrdan 1990 yil 15-iyungacha ishlaganingiz yozilgan bo'lsa, pensiya hisobida shu davr bormi? Yo'qmi? Tekshiring. Agar yo'q bo'lsa, nima uchun kiritilmaganini so'rang. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. 4-qadam arxiv hujjatlarini yig'ing. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, tashkilot bo'lsa yoki yuqori idora orqali ma'lumot izlanadi. Arxivga so'rovda tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz, tug'ilgan sanangizni yozing. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, yangi nomini ham ko'rsating. 5-qadam imtiyozli maqomingizni tekshiring. Sizda nogironlik guruhi bormi? Urush yoki mehnat faxriysi maqomi bormi? Davlat mukofoti bormi? Zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan davringiz bormi? Bolalikdan nogiron farzandni parvarish qilganmisiz? Yolg'iz keksa sifatida ro'yxatda turasizmi? Shularning hammasini alohida ko'rib chiqing. Har bir maqom bo'yicha tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. 6-qadam mahallaga ham murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi pensiyani hisoblaydi, lekin ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla. Hokimlik, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki boshqa tashkilotlar orqali yuritilishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz kam bo'lsa, dori-darmon xarajatingiz katta bo'lsa, uy-joy sharoitingiz og'ir bo'lsa, buni yashirmang. Mahallaga borib, qanday yordam turlari borligini yozma yoki aniq og'zaki tarzda so'rang. 7-qadam, har bir murojaatdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi, kirim raqami bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Javob kelganda uni tashlab yubormang. Keyingi bosqichda aynan shu hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Men odatda bunday mazmunda yozishni maslahat beraman. Menga tayinlangan pensiya miqdori va uning tarkibini, hisobga olingan ish staji davrlarini, hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularning sabablarini, shuningdek menga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ustama va qo'shimcha to'lovlar mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Mana shu gapning o'zi masalani ancha aniq qo'yadi. Agar sizda aniq hujjat bo'lsa, masalan, 1980 yildan 1987 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim pensiya hisobiga kiritilmagan deb hisoblayman deb yozing. Agar nogironlik yoki mukofot bo'yicha masala bo'lsa, mazkur hujjat asosida pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb ilova qiling. Hujjat nusxalarini arizaga qo'shing, aslini esa faqat talab qilinganda ko'rsating. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, tegishli vazirlik yoki idoraga, xalq qabulxonasi yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin har bir bosqichda hissiyot bilan emas, hujjat bilan boring. Meni aldashdi deyishdan ko'ra, mana bu davr hisobga olinmagan, mana bu hujjat bor, mana bu javobda sabab ko'rsatilmagan deyish kuchliroq. Men tomoshabinlarni alohida ogohlantiraman. Pensiyangizga yashirin to'lov chiqarib beraman. Falon pul bersangiz, ustama qo'shtiraman. Tanishim bor, hujjatsiz ham hal qiladi degan gaplarga ishonmang. Haqiqiy qo'shimcha to'lov faqat qonuniy asos, rasmiy hujjat va vakolatli organ qarori bilan bo'ladi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu xavfli belgi. Siz qonuniy haqqingizni pora bilan emas, ariza va hujjat bilan olishingiz kerak. Internetdagi har bir xabarga ham ishonmang. Ba'zan hamma pensionerlarga falon so'mdan qo'shimcha to'lov beriladi degan xabarlar tarqaladi. Aslida esa bu faqat ma'lum toifadagilarga tegishli bo'ladi yoki umuman noto'g'ri talqin qilingan bo'ladi. Shuning uchun xabarni ko'rsangiz, darrov vahima qilmang. Rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari orqali aniqlang. Bugun aytmoqchi bo'lgan eng asosiy fikrim shuki, pensionerlar ko'pincha pulni kimdir ataylab yashirgani uchun emas, balki o'z huquqini bilmagani, hujjat topshirmagani, ariza bermagani yoki eski ish staji tasdiqlanmagani uchun ololmay qoladi. Pensiyaga qo'shiladigan har qanday ustama va to'lovning asosi bo'lishi kerak. Shu asos sizda bo'lsa, uni talab qilishdan tortinmang. Men sizga aniq maslahat beraman. Pensiya hisobingizni tekshirtiring. Mehnat stajingizni solishtiring. Arxiv hujjatlarini yig'ing. Imtiyozli maqomingizni aniqlang. Yozma ariza bering va javobni qo'lingizda saqlang. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin, lekin natijada oyma-oy pensiyangiz oshsa, bu siz uchun ham, oilangiz uchun ham sezilarli yordam bo'ladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz,
izohlarda yozing. Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Ustama qo'shilganmi? Yoki sizga rad javobi berilganmi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yoshi ulug' yaqinlaringizga yuboring.